Hurmatli aka-ukalarimiz, video olishdan maqsad mana shu akamiz naqd pulga olishdi. Mana shu Cobalt mashinasini qo'yganda 148 million so'mga naqd pul olib kelib, mana o'zlariga yoqdi, xarid qildilar. Yil 2024. Biz bunkerda mana qo'yapmiz videolarga 10 million so'm bosh to'lov bilan, 20 million so'm bosh to'lov bilan oylik to'lovlar mana 5 million, 5,5 million so'mdan tushyapti 5 yilga. So'ng negativ yozyapsizlar. Aka, bu o'zi 150 millionlik mashina 300 million aylanib ketyapti deb. So'ng naqd pulga ham mana sotyapmiz. Akalar, xohlasanglar, sharoitlaring bo'lsa naqd pulga ham olishlaring mumkin. Hurmatli obunachilar, biz avtomashinalarni hammasini naqd pulimizga sotib olamiz. 10 ming dollarlik mashinani 10 mingga olamizda, ustiga 200, 300, 400, 500 dollar tirikchilik qo'yib foydalanamiz. Bu videoni nimaga qo'yapmiz? Avtokreditga olib to'lalmaydigan, urib olib turib sug'urtalarni yopolmaydigan, 300 million bo'lib ketyapti, 350 million bo'lib ketyapti, avtomashina foizi baland deydigan mijozlarimiz uchun bitta video qildik. Akamizga ham avtokredit qilib bersak bo'ladi, lekin naqd pulga oldilar. 148 millionga oldik, to'g'rimi aka? Misol uchun naqdga olganlaringdan keyin hech qanaqa muammo yo'q. Biz o'zi naqdga sotamiz. Agar boshlanish to'lovi 3 million, 5 million, 10 million, 15 million taksi qilaman, bosh to'lov kam bo'lgan obunachilar majbur kreditga olishadi. Endi u bizning aybimiz emas. Naqd pulga kelinglar, naqd pulga ham qilib beramiz, bank bo'lsa bankka qilib beramiz. Bank bilan kelishib olasizlar uni. Biz hech qanaqa bu yerda oddiy biz mashina topamiz, mashina sotamiz. Hurmatli obunachilar. Shuni tushunsalaring bo'ldi. Podpiska, like deb bosamiz, bang'illar.